2025-yilda tunikofon qanchadan bo'lyapti? Narxini yorib beramiz. Ko'rib turibsizlar, ustakalarimiz yana bitta foizli xonadonga chiroyli qilib har xil faslda tayyorlashib berishibdi. Ko'rib turibsizlar, ichkarini kodirovka shaxmat faslda bo'libdi. Darvozaniki ham o'ziga xos, tashqarini ham ko'rsatib ketamiz, juda ham chiroyli chiqadi. Xo'sh, ushbu tunikofonimizning qalinligi 0.37. Ustakalarimiz o'zlari ishlab chiqaradi va ustorovka qilib beradi. Bu yerda o'sha uy egasidan hech narsa ketmaydi, faqat chiroyli qilib bersa bo'ladi. Ya'ni leysasi, samarasi, tunikofoni hamma yo'g'ini kelib o'rnatib berishi qadrdonlar 1 kvadratini bitishi 130 ming so'mdan ekan. Agarda sizga yuqori alisdan kerak bo'ladigan bo'lsa, unda narxlar yana ham arzonlashadi. Tarnovga keladigan bo'lsak, tarnovimizni orqasida taxtasi, samarasi, kronштейni hamma yo'q ichida, usta haqqisi ham ichida 1 metrni bitishi qadrdonlar 50 ming so'mdan ekan. Bu yerda xohlagan svetingizda, xohlagan faslingizda tayyorlashib berish yo'ladi. Tashqarini ko'rsatamiz. Tashqarida mana turbalarni ham qo'yib berishgan. Turbalarda 1 metrni bitishi qadrdonlar 30 ming so'mdan to'g'ri kelyapti. Qadrdonlar, xizmatlar butun O'zbekiston bo'yicha. Xohlasangiz zakotovkasini o'zini ham tayyorlashib berishaveradi. Zakotovkalar ham qalin yuqasiga qarab turib 52 ming so'mdan boshlanib 56 ming so'mgacha. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib olasizlar. Bozor va biznes kanalidan chiqib bonuslarni qilib beradi. Manzil Farg'ona viloyati Bog'dod tumanida.